Bir necha do'st Misrga yo'l oldik. Sayyohona ko'chalar, rang-barang do'konlar. Va nihoyat bir uzuk ko'zimga tashlandi. Narxini so'radik. 1400 junayh, dedi sotuvchi. Odatdagidek biroz arzonroq so'radik. U esa birdan to'xtadi. Qayerliksizlar? O'zbekistonlikmiz, Buxoriy yurti, dedik. Shunda u jilmaydi. Buxoriy yurti deysizmi? Unda sizlarga 20% chegirma. Biz quvonib ketdik. Suhbat davomida u yana so'radi. Yana qanday ulamolar o'tgan sizlardan? Imom Termiziy, dedik. Sotuvchi hayratda qoldi. Mashalloh, u kishi ham sizlardanmi? Biz faxr bilan davom etdik. Ha, yana Imom Zamaxshariy bor. Bu ism eshitilishi bilan sotuvchi birdan titrab ketdi. Qo'llari bilan ko'zlarini berkitdi. Panjalari orasidan yosh to'kildi. Keyin bilsak, u Imom Zamaxshariyning ashaddiy muxlisi ekan. Biroz suhbatdan so'ng u dedi. Sizlardan foyda olmayman. 620 junayh qatishgan. Shuni bersangiz bo'ldi. O'sha payt bizning oramizdan faqat o'zbekka xos gap chiqdi. Shundan ikkita bering. Men uyalib ketdim. U esa boshini qimirlatib, mayli, beraman dedi. Uzukni cho'zayotganda yonidagilardan biri shivirlagandek bo'ldi. Namoz o'qisharmikin? Sotuvchi qo'lini to'xtatdi. Ha, namoz o'qiysizlarmi? Savol havoda qotib qoldi. O'zimiz esa jim. Birozdan keyin bittamiz zo'rg'i dedi. Juma namoziga chiqib turamiz. Sotuvchi yana savol berdi. Boshqa namozlarchi? Hech kimning tili bormadi. Yo'q, degan so'z og'ir chiqdi. Sotuvchi uzukni uzatayotgan qo'lini sekin tortib oldi. Ko'zlarida achinish, ranjish, og'riq bor edi. U bir soniya sukut qildi. So'ng pichirladi. Ammo bu pichirlash yurakka qadalardi. Mayli. Men musulmonman. Aytilgan narxda beraman. Ammo sizlar qaytib Imom Buxoriyni tilga olmang. Haqqingiz yo'q.